Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi O'zbekistonda davom etayotgan jaziramani qachon chekinishini ma'lum qildi. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling va videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video rolik oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, O'zbekistonda 19-iyul kuni xavfli chang to'zonlar va kuchli shamol bo'ladi. Prognozlarga ko'ra, Buxoro, Navoiy, Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo hamda Toshkent shahrida chang to'zon o'ta kuchli bo'lishi kutilmoqda. Shu bilan birga ayrim hududlarda havo harorati +50 darajagacha yaqinlashishi ham mumkin. Zarurat bo'lmasa chang to'zon vaqtida tashqarida uzoq vaqt qolmang. Deraza va eshiklarni yopiq tuting hamda imkon qadar niqobdan foydalaning. O'zgidromet agentligining ma'lum qilishicha, O'zbekistonda davom etayotgan anomal issiq ob-havo 21-iyul seshanba kunidan boshlab chekina boshlashi aytildi. Bu haqida rasman O'zgidromet agentligi ma'lum qildi. Aziz do'stlar, video rolik ostiga like bosing va videoni barcha yaqinlaringizga ham tezda yuborib qo'ying.